Kim aytdi kalbasa harom deb? Ko'la harom deydigan kim aytdi senga ko'lani harom deb? Qatan topib olding bu gapni? Nima emish? Qassob namoz o'qimasa go'sht bo'lmasmish. Hey. Sen o yelkin tepasidagi ishlar qatdan topding bu gapni sen? Qassobga borib tahorat bilan so'ydingizmi deydiganlar chiqib qoldi. Kutubxonaga kirib ko'zingni yumib libo kitob to'shab olib kel menga. Shu kitobda bormi ekan shu gap? Tasavvur qiling, bizdan avvalgi bobolarimiz bizdan zo'r e'tiqodli bo'lgan akalar. Nima demoqchiman? O'sha e'tiqodli bobolarimiz qassobga borib bismillah deb so'ydingizmi degan savolni bermagan. Musulmonlar yashaydigan o'lkada bu savolni berishlik uzuri tupoylik bu, ahmoqlik bu, bu johillik bu. O'zbekistonda qaysi birimiz top beralamiz? Bismillahni aytmasdan mol qo'y so'yadigan qassob.